Biz yashayotgan dunyoda ko'plab tirik mavjudotlar bor. Bu tirik mavjudotlarga kim hayot beradi? Biz Xudoning irodasiga binoan yaratilgan barcha narsalar orqali hayot sirini topa olamiz. Vahiy 4-bob 11-oyat. Hamma narsa sening irodang ila vujudga keldi, yaratildi. Osmonda uchayotgan qushlar, dengizda suzayotgan baliqlar, dalada chopayotgan hayvonlar. Barcha tirik mavjudotlarning onasi va otasi bor. Va ular hayotni ota-onalardan qabul qilishadi. Biz insonlar ham ota-onalarimiz orqali hayot qabul qilamiz. Va barcha tirik mavjudotlar ota-onalardan hayot muddatini meros qilib oldilar. Itlar 15 yil, fillar 60 yil, dengiz toshbaqalari 200 yil umr ko'radi. Unda biz kim orqali abadiy hayotni olishimiz mumkin? 1 Timotiy 6-bob 16-oyat. U yagona mangu Xudodir. 1 Yuhanno 2-bob 25-oyat. Masihning o'zi buni bizga va'da qilgan. Bu abadiy hayotdir. Faqat mangu Xudo bizga abadiy hayot bera oladi. Xo'sh, qanday Xudo bizga abadiy hayot bera oladi? Matta 6-bob 9-oyat. Bizning osmondagi otamiz. Galatiyaliklar 4-bob 26-oyat. Samoviy Quddus esa ozoddir, u bizlarning onamizdir. Xudo bizga abadiy hayot beradi va ular ota Xudo va ona Xudodirlar. Bu Xudoning irodasiga binoan yaratilgan barcha narsalarda yashiringan hayot siri. Xo'sh, ota Xudo va ona Xudo qanday qilib abadiy hayot beradi? Yuhanno 6-bob 54-oyat. Mening tanamni yegan va qonimni ichgan odam esa abadiy hayotga egadir. Qanday qilib biz Isoning tanasini yeyishimiz va qonini ichishimiz mumkin? Luqo 22-bob 15-oyat. Men azob chekmasimdan avval bu fisq taomini sizlar bilan birga yeyishni juda ham orzu qilgandim. So'ngra nonni oldi, shukrona duosini aytib sindirdi va shogirdlariga berib dedi: "Bu non mening tanamni bildiradi. Bu kosa Xudoning yangi ahdini bildiradi. Bu ahd sizlar uchun to'kiladigan qonim evaziga kuchga kiradi." Iso fisq nonini berar ekan, buni o'zining tanasi, fisq sharobini berar ekan esa o'z qoni ekanligini aytdi. Yangi ahdning fisq bayramini nishonlaganimizda, biz Xudoning tanasi va qonini meros qilib, Xudoning farzandlari bo'lib, abadiy hayotga ega bo'lishimiz mumkin. Iltimos, yangi ahdning fisq bayramini nishonlab, ota Xudo va ona Xudodan abadiy hayot barakasini oling.